Assalomu alaykum hammaga. Hozir 27 testni yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. 2 kunda 120 ta masala yechilgan. Birinchi kuni 45 ta bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi kun birinchi kundan nechta ko'p deyapti. Demak, ikkinchi kun topishni dastlab 120 dan 45 dan ayiramiz, 75 ga teng. Endi ikkinchi kundan birinchi kundan ayiradigan bo'lsak, 30 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob A. Ikkinchi savol. Stakan va 100 ta tomchining og'irligi jami 62 grammga teng ekan. Stakanning bo'sh stakanning og'irligi 55 gramm deyapti. Demak, stakanning o'rniga 55 grammni qo'ysak va plus yana 100 ta tomchi 62 grammga teng. Bundan 100 ta tomchi 7 grammga teng, ya'ni 7000 milligrammga teng bo'ladi. Demak, bitta tomchini topadigan bo'lsak, 7000 ni 100 ga bo'lsak, 70 gramm milligrammga teng ekan. To'g'ri javob C. Uchinchi savol. Ikki xonali son berilgan, uning raqamlar yig'indisi eng katta bir xonali son, ya'ni 9 ga teng ekan va uning o'nlar xonasidagi raqam yig'indidan ikkita kam, ya'ni 7 ga teng. Agar o'nlar xonasi 7 ga teng bo'lsa, birlar xonasi 2 ga teng bo'ladi. Demak, bu sonimiz 72 ekan. To'g'ri javob B. To'rtinchi savol. Xorda 3 ta qator bo'lib qo'shiq aytishyapti. Birinchi qatorda 117 ta, ikkinchi qatorda birinchi qatordan 9 ta kam, ya'ni 9 dan ayirsak 108 bo'ladi. Uchinchi qatorda ikkinchi qatordan 15 ta kam deyapti. Ya'ni 15 ni ayirsak 93 ta odam qo'shiq aytyapti. Demak, uchala qatorni topish uchun hammasini qo'shib chiqamiz. 318 bo'ladi. To'g'ri javob D. Beshinchi savol. Li, Darlin, Tara, Craig degan shaxslar bor. Demak, Li Darlindan 4 yosh katta. Xo'p, Tara Craig Taradan 2 yosh kichkina. Ya'ni Tara 41 yosh bo'lsa, bu 39 yosh bo'ladi va Craig Darlindan 3 yosh katta deyapti. Demak, Darlin Craigdan 3 yosh kichkina. Demak, Darlin 36 yosh bo'ladi. Endi Li bundan 4 yosh katta bo'lgani uchun Li 40 yoshda bo'ladi. To'g'ri javob C. 6-chi savol. 10 kishi bir-biri bilan shaxmat o'ynayapti. Nechta partiya o'yin bo'ladi deydigan bo'lsa, 10 ko'paytirilgan, 10 ayrilgan 1 taqsim 2. Ya'ni salomlashish formulasiga qo'yamiz. To'g'ri javob 45 bo'ladi. Ya'ni 45 ta partiya o'ynaladi. To'g'ri javob A. 7-chi savol. 5907 dan boshlab teskarisiga 7 talab sanab kelyapti. Bir xonali son bo'lganda to'xtaydi, qaysi sonda bo'ladi deb. Demak, 5907 dan shunday bir xonali sonni, birinchi bir xonali sonni ayirishimiz kerak, u 7 ga bo'linishi kerak, chunki u 7 talab pastga qarab sanab ketyapti. Demak, bu 6 bo'ladi, ya'ni 5907 dan 6 ni ayirsak, bu 7 ga bo'linadigan son chiqadi. To'g'ri javob D. 8-chi savolning javobi quyidagicha. Demak, 16 ta kolbasa bo'lagi bor, o'shani 24 kishiga taqsimlashimiz kerak. Demak, har bir odamga kolbasalarning 24 dan 16 qismi teng keladi. Ya'ni 3 dan 2 qismiga teng bo'lishi kerak har bir odam oladigan kolbasaning miqdori. Demak, endi bitta kolbasa bo'lagini shunga moslaymiz, ya'ni 2 ga 1 nisbatda bo'lamiz. Bir tomoni 2x bo'ladi, bir tomoni x bo'ladi. Demak, 16 ta kolbasa bo'lagini xuddi mana shu ko'rinishda 2 ga 1 nisbatda, ya'ni bir tomonni 2x, bir tomonni x kattalikda kesadigan bo'lsak, 16 marta kesamiz. Endi chap tomonda 2x dan 16 ta bo'lsa, demak 16 kishini har biriga 2x bo'lakdan bersa bo'ladi. Endi o'ng tomonida x li bo'laklardan ham 16 ta qoladi. Ya'ni 16x ta bo'lak qoldi. O'sha 16 ta x tani 8 kishiga yana 2x bo'lakdan bersak bo'ladi. Ya'ni x ni ikkitasini bir kishiga, ikkitasini bir kishiga beradigan bo'lsak, 16 kishi, 8 kishi jami 24 kishiga taqsimlay oldik. Demak, 16 marta kesadigan bo'lsak, 24 kishiga teng taqsimlasa bo'ladi. To'g'ri javob B. 9-chi savol. Soat 18:24 hozir, demak, raqamlar yig'indisi 15 ga teng. Raqamlar yig'indisi eng katta bo'ladigan vaqtgacha qancha vaqt bor deyapti. Demak, raqamlar yig'indisi eng katta bo'ladigan vaqt bu 19:59. Raqamlar yig'indisi bu 24 ga teng. Demak, 18:24 dan 19:59 gacha qancha vaqt bor deydigan bo'lsak, 1 soat 35 minut bo'ladi. To'g'ri javob A. 10-chi savol. 5, 6, 7, 8, 9 raqamlardan foydalangan holda 5 xonali sonlar o'sish borish tartibida joylashtirildi. Endi 79865 dan keyingi sonni toping deyapti. Demak, variantlarda 79865 dan katta ikkita javob bor, lekin biz 85679 ni olamiz, chunki undan keyingisi 87000 va hokazo bor. Mana bu son undan oldin bo'lishi kerak. Demak, to'g'ri javob D ekan. 11-savol. Visola va Malika vagonda, poyezdda ketishyapti. Xo'p, Malika orqadan 9-o'rinda ketyapti, Visola esa oldindan 17 vagonda ketyapti. Demak, Malika Visoladan oldingi vagonda turibdi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, Malikanidan oldin 15 ta vagon bor. Malikani o'zi bilan 16 vagon, shunda Visola 17 vagonga to'g'ri keladi. Malikani orqasiga 9 ta vagon bo'lishi kerak edi. Demak, bittasi Visolaning vagoni bo'lsa, Visolaning ham orqasida 7 ta vagon bo'ladi. Demak, jami nechta vagon bor deydigan bo'lsa, 7, qo'shamiz 15 va qo'shamiz Malika va Visolaning vagonlari, ya'ni 2 ni qo'shamiz. To'g'ri javob 24 bo'ladi. Bu A javob. 12-savol. 10 dan oshmaydigan sonlarni biri ikkinchisiga bo'linmaydigan qilib nechta juftlik qilsa bo'ladi deyapti. Ya'ni ikkita son olishimiz kerak, biri ikkinchisiga bo'linmasligi kerak. Bularga 2 sonni oladigan bo'lsak, chunki 1 ni olmaymiz, chunki 1 ni har qanday sherigiga 1 ga bo'linadi. Shuning uchun 1 bilan hosil qilmaymiz juftlikni. 2 dan boshlaymiz. 2 bilan 3 ni, 2 bilan 5 ni, 2 bilan 7 ni va 2 bilan 9 ni juftlik qiladigan bo'lsak, biri ikkinchisiga bo'linmaydi. Demak, 2 bilan 4 ta juftlik hosil qilsa bo'lar ekan.
3 bilan ham xuddi shunaqa. 3 bilan 4, 5, 7, 8, 10lar sherik bo'ladi. Bu yoqda 5 ta sherigi bor. 4 bilan 5, 6, 7, 9, 10larni juftlik qilsak bo'ladi, chunki 1 ikkinchisiga bo'linmaydi. 5 bilan 4 ta 6, 7, 8, 9larni sherik qilsa bo'ladi. 6 bilan ham 7 va 8, 9larni sheriklarini yozib chiqdik. Demak 9 ni 10 bilan faqat bitta son bilan sherik qilsa bo'ladi. Bu yerda demak jami 28 ta juftlik bor. To'g'ri javob B bo'ladi. 13-savol. 6, 3, 0, 3 raqamlaridan bir martadan foydalangan holda to'rt xonali sonlarni yozib chiqishimiz kerak. Nechta shunday son bor deyapti. Demak, o'sha sonlarni yozib chiqadigan bo'lsak, jami 9 ta son bor. Mana yozilgan 6303, 6330 va hokazo. Demak, hammasi bo'lib 9 ta son bor ekan. Bu C javobda ko'rsatilgan. 14-savol. Aziz maktabga ketayotgan edi. Qarama-qarshisi tomonidan 5 ta 3-sinf bolani ko'rdi. Demak, 5 ta 3-sinf qarama-qarshi tomonda. Mana shu 3-sinf bolalari qarshi tomondan 2 ta 2-sinf bolalarni ham ko'rishdi. Demak, bu tomonda 2 ta 2-sinf ham bor edi. Demak, maktabga nechta o'quvchi ketyapti deydigan bo'lsak, boshida aytgandiki, Aziz maktabga ketayotgandi. Demak, mana bu tomon maktabga ketayotgan tomon, bular kelayotganlar. Borayotganlar sanasi Aziz bitta, 2 ta 2-sinf bilan jami 3 ta bo'ladi. To'g'ri javob D. Farzandingiz prezident maktabida o'qish kerak. Nega deysizmi? Agar farzandingiz tengdoshlaridan ko'ra zehnliroq bo'lsa, qiziquvchan farzandingizning savollariga javob topa olmayotgan bo'lsangiz, maktab darsliklari uni qoniqtirmasa, xuddi o'zi kabi qobiliyatli tengdoshlari bilan o'qishiga imkoniyat yaratib bering. Farzandingizni prezident maktabida doimiy ustozlar nazorati, 5 mahal taomlanish, zamonaviy o'quv xonalari va xavfsiz yotoqxona, tajribali ustozlardan iborat jamoa kutmoqda. Bu yerga o'tish ko'prigi esa Orbital Education o'quv markazida mujassam. Unutmang, farzandingiz ko'cha changitib yurish uchun emas, lider bo'lish uchun tug'ilgan. Batafsil ma'lumot olish uchun esa quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Orbital Education bizda kelajak liderlari ta'lim oladi. 15-savol javobi quyidagicha. Nasriddin afandi demak dunyo bo'ylab sayohatga chiqqan ekan, Dashtiston degan mamlakat chegarasini necha marta bosib o'tgan deyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, bitta davlatning chegarasini bosib o'tgan bo'lsa, juft miqdorda bo'lishi kerak. Ya'ni, misol 5 marta yoki 7 marta bitta davlat chegarasini bosib o'tib bo'lmaydi. Chunki kirgandan keyin qaytib chiqish ham kerak. Demak, variantlarda faqatgina bitta juft javob bor, ya'ni 8 marta kesib o'tgan bo'lishi mumkin. Toq bo'lishi mumkin emas chegarani bosib o'tganlar soni. Demak, bu B javobda turibdi. 16-savol. 90 gradusli 200 ml suvga 15 gradusli 100 ml suv aralashtirildi. Uning gradusini topishimiz kerak. Demak, 90 ni 200 ga, 15 ni 100 ga ko'paytirib qo'shamiz va jami necha millilitr borligiga bo'lamiz. Ya'ni jami hajm 300 ml. 300 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 65 gradusli suv hosil bo'lar ekan. To'g'ri javob C. 17-savol. 4 ga 5 o'lchamli to'g'ri to'rtburchak bor. Uni 1 ga 1, ya'ni 1 cm kvadratlik kvadratchalarga bo'lingan. Demak, jami 20 ta kvadratcha hosil bo'ladi. Ikkita diagonal o'tkazilgandan keyin nechta kvadratcha diagonalga tegmagan bo'ladi deyapti. Demak, tegmaganlarni sanaydigan bo'lsak, mana bu yerda 2 ta, bu yerda 2 ta va bu yerda ham 2 ta. Demak, to'g'ri javob 6 ta kvadratcha diagonallardan chetroqda turadi. Bu A javobda turibdi. 18-savol. Demak, qonuniyatni aniqlashimiz kerak. 1 3 ga, 4 4 ga, 7 5 ga, 8 6 ga, 27 ga teng bo'lsa, 100 ni topishimiz kerak. E'tibor beradigan bo'lsak, 1 da 1 deb aytayotgan paytimiz 3 ta harf ishlatamiz. Shuning uchun 3 ga teng. 4 ni 4 deb aytayotgan paytimizda 4 ta harfdan iborat, shuning uchun 4 ga teng. 7 ni so'z bilan yozadigan bo'lsak, 5 ta harf ishlatiladi, shuning uchun 5 ga teng. 8 da ham 20 da ham xuddi shunaqa. Demak, 100 ni yozish uchun bizga 3 ta harf kerak bo'ladi, shuning uchun to'g'ri javob 3 bo'ladi. Bu D javobda turibdi. 19-savol. Demak, 40 mingta aholidan 4 mingtasi oliy ma'lumotli deyapti. Demak, 4 mingtasi oliy ma'lumotli bo'lsa, 36 mingtasi oliy ma'lumotli emas. Demak, shu shaharda 1144 ta boy bor, o'shalardan 144 tasi oliy ma'lumotli emas. Demak, 144 tasi oliy ma'lumotli bo'lmasa, 1000 tasi oliy ma'lumotli bo'ladi. Demak, 36 mingta oliy ma'lumotli bo'lmaganlardan 144 ta boy bo'lgan, 4 mingta oliy ma'lumotlardan 1000 tasi boy. Endi bizga aytayaptiki, oliy ma'lumotlilarning boy bo'lish ehtimoli boshqalardan necha marta ko'p deyapti. Demak, oliy ma'lumotlarning boy bo'lish ehtimoli 1000 taqsim 4000 ga teng. Chunki 4000 ta oliy ma'lumotlidan 1000 tasi boy. Bu 1 taqsim 4 ga teng. Endi oliy ma'lumotli bo'lmaganlarning boy bo'lish ehtimoli 144 taqsim 36 ming ga teng. Chunki 36 mingta odamdan 144 tasi boy. Demak, 1 taqsim 4 ni mana bu kasrga bo'ladigan bo'lsak, 62,5 bo'ladi. Bu A javobda turibdi. 20-savol. Demak, 4 ta omborxona bor. Bittasida 26 tonna, 37, 45 va 63 tonnali yuklar bor. Har bir marta borganda faqat bitta omborga kirish mumkin. 20 ta reysda eng ko'p bilan necha tonna yuk tashish mumkin deyapti. Demak, bir martada 8 tonnagacha yuk ko'tarsa bo'ladi. Demak, birinchi omborxonada 26 tonna yuk bor edi. Demak, 8 tonna bilan 3 marta qatnab tashisa bo'ladi.
37 tonna yukni xuddi shunaqa 8 ga bo'lamiz, chunki har safar 8 tonnadan tashlayapti desak, 4 martada tashlasa bo'ladi. 45 tonna yukni ham 8 tonnadan qilib 5 marta 5 reysda tashlaymiz. 63 tonna yukni ham 8 tonnadan qilib 7 reysda tashlaymiz. Demak, 3, 4, 5, 7 larni qo'shadigan bo'lsak, 19 marta qatnadi. Yana 1 marta qatnash kerak. Endi eng ko'pi degani uchun yana 4-omborda 7 tonna yuk qolib ketgan edi. Demak, o'sha 7 tonnani olib qo'shadigan bo'lsak, jami natija 159 bo'ladi. Demak, eng ko'pida 159 tonna yuk tashisa bo'ladi 20 reysda. To'g'ri javob B. Bu xabar 2 va 3 sinf o'quvchilarining ota-onalari uchun. Siz kun mobaynida ish bilan band bo'lib yurganingizda farzandingiz kundan kunga ulg'ayib boradi. Uning kelajagi esa hozir siz unga beradigan e'tiborga bog'liq. Farzandingiz kelajakda yetuk kadr bo'lishi uchun hozirdan kuchli bilimga ega bo'lish kerak. Bu bilimni olishda Orbital Education o'quv markazi o'quvchilarga yordam beradi. Farzandingiz sizning kelajagingiz. Unga bee'tibor bo'lmang. Hoziroq bizga murojaat qiling va farzandingizning kelajagini biz bilan birga quring. Orbital Education bizda kelajak liderlari ta'lim oladi.